Albatros badiiy maktabi – bu faqat iste'dodli bolalar emas, balki orzular, hasad va yashirin sirlar o'yin maydonidir. Nodir bu maktabning eng ko'zga ko'rinmas o'quvchilaridan biri. Uning orzusi buyuk kino rejissyori bo'lish, ammo hozircha uning butun dunyosi dafnari va orzulari bilan yashirinishdan iborat. Bir kuni Nigora, maktabning qirolichasi, Nodirni uning kichkina tarvuz-ni yo'q qilgani uchun ommaviy masxara qiladi. Bu Nodir uchun so'nggi tomchi bo'ladi. Lekin undan ko'ra og'riqli narsa Sevara nomli homilador qizning unga bo'lgan qayg'uli qarashlari edi. Sevara hech nima demaydi, ammo uning ko'zlarida g'amgin sevgi va umidsizlik oqilardi. Sinfiga yangi qiz Mashhura kelgach, hamma narsa o'zgaradi. Mashhura go'zal, sirli va hech kimga bo'ysunmaydigan edi. U darhol Nodirga e'tibor qaratadi, bu esa Nigorani g'azablantiradi. Zafar esa maktabning galati yigiti, har narsa uchun garov taklif qilardi. Bir kuni u kim Nodir va Nigora o'rtasida nima bo'lishini taxmin qilish uchun garov o'ynashni taklif qiladi. Hammasi buni o'yin deb o'ylaydi, lekin hech kim haqiqiy og'riqni ko'ra olmaydi. Nigora Nodirni maktabdagi hamma qizlarning yarmini homilador qilgan yigit deb ataydi. Bu so'zlar tez tarqaladi. Nodir kundan kunga o'zini tobora ko'proq chetlatilgan his qila boshlaydi. Faqat Mashhura unga ishonishni davom ettiradi. Bir kuni Nodir Nigoraga qarshi chiqadi. Bu ularning munosabatlarida kutilmagan burilish yaratadi. Hissiy to'lqinlar, qizg'in bahslar va kutilmagan yaqinlik. Bir kechada ularning hayoti abadiy o'zgaradi. Bir necha hafta o'tgach, Nodir o'zida g'ayrioddiy o'zgarishlarni seza boshlaydi. U dastlab buni stress deb o'ylaydi, lekin alomatlar kuchayadi. Shifokorga boradi va dahshatli haqiqatni bilib oladi, u homilador. Bu yangilik butun maktabda yashin tezligida tarqaladi. Nodir o'g'il homilador. Hamma uning ustidan kuladi, masxara qiladi. Faqat Sevara boshqacha munosabatda bo'ladi, uning ko'zlarida hamdardlik va yaxshi tushunmaydigan qayg'u bor edi. Nigora dastlab bu haqiqatni inkor etadi, keyin esa g'azablanadi. U Nodirdan bolani yo'q qilishini talab qiladi. Lekin Nodir bunday qila olmasligini anglaydi. U yosh, qo'rqoq va chalkash, ammo ichida paydo bo'lgan ota hissi uni kuchliroq qiladi. Hikoya davomida sirli haqiqat ochiladi, Sevara aslida trans yigit ekan. U Nodirga bo'lgan sevgisini hech qachon bildira olmagan. Nigora esa o'zining qo'pol va zo'ravon xulq-atvoriga qaramasdan, chuqur qo'rquv va nomukammallik hissi ostida azob chekayotgan edi. Zafar esa garov o'yinlaridan tashqari barchaning sirli himoyachisi edi. U Nodirga yordam berish uchun maxfiy loyihalar tashkil qiladi. Oxirgi bobda Nodir qiyin tanlov oldida qoladi. U bolani dunyoga keltirishga qaror qiladi, ammo bu uni jamiyatdan butunlay ajratadi. Maktabni tark etishga majbur bo'ladi. Oxirgi sahna, Nodir bolasini quchoqlab, yangi hayotiga qarab turganida, Mashhura uning oldida paydo bo'ladi va "Men senga ishonardim" deydi. Nigora esa oxir-oqibat o'z xatolarini tushunib, Nodirdan kechirim so'raydi, ammo bu uchun juda kech bo'lgan edi.